Assalomu alaykum. Eksport-import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun muhim eslatma. Eksport-import faoliyatida kichik bir e'tiborsizlik ham katta jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, eksport-import shartnomalari doirasida tovarlarning O'zbekistonga kirib kelishi yoki to'lovlarning amalga oshirilishi 180 kun ichida bajarilishi shart. Aks holda, tovarlarning mazkur muddat ichida O'zbekistonga kirib kelmasligi yoki to'lovlarning amalga oshirilmasligi natijasida ushbu qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan tadbirkorlarga nisbatan qarzdorlik summasining 5% dan 35% gacha miqdorda moliyaviy jarima qo'llanishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz ham eksport-import faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, mana shunday ortiqcha jarimalarga tushmaslik uchun qonunda belgilangan muddatda tovarlarning O'zbekistonga kirib kelishini yoki to'lovlarning amalga oshirilishini ta'minlashingiz lozim bo'ladi. Qonunchilikdagi va sud amaliyotidagi muhim jihatlar hamda foydali maslahatlardan xabardor bo'lib borish uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.